Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi elementimiz natriyga kelibmiz. Natriy bilan tanishamiz. Natriy yunoncha nitron deb atalgan mineral nomidan olingan. Atom raqami 11 bo'lgan kimyoviy element. Natriyning kimyoviy belgisi Na. 1807-yili ingliz olimi Humphrey Davy tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 11, atom massasi 23, normal sharoitda natriy qattiq, rangi oq kumush, klassifikatsiyasi metall, elektromanfiyligi 0.9, qaynash temperaturasi 1156 Kelvin yoki 883 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 371 Kelvin yoki 97.81 Selsiyni tashkil etadi. Zichligiga keladigan bo'lsak, 0.968 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Humphrey Davy'ni suratini ko'rishimiz mumkin. 1778-yilda tug'ilib, 1829-yilda vafot etgan. Natriyning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, natriyning kimyoviy belgisi Na, atom tartibi raqami 11, nisbiy elektromanfiyligi 0.9, atom massasi 23, elektron konfiguratsiyasi 3s1. Endi tasviriga o'tsak, vazni 0.2 gram bo'lgan natriy bo'lagi mana shuni ichida joylashgan. Atom tuzilishiga o'tsak, natriyda 11 ta proton, 11 ta elektron va 12 ta neutrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.